Yerda asosan shu golden sortli olmalar, golden navli olmalar. Shularni demak kesish jarayonini sal o'rgatib beramiz. Zararlangan shoxlarni olamiz. Chaynanish asosan ikki jinsli gulga ega bo'lgan daraxtlarda hasharotlar yordamida chaynaydi. Bizga masalan shu keraksizmi shox, o'sha shox tagidan agar taqab kesadigan bo'lsak, asosiy shoxda demak kallus degan narsa bor. Kallus paydo bo'ladi. Ya'ni bitalib ketadi. Agar bu chala kesish oqibatida mana keyingi shoxlarga ham nima qiladi? Zarar beradi. Endi bu yerga butoq qoldirib kesgan sababi, hozir men boyagi videoda butoq qoldirmay taqib kesish kerak dedim. Endi bizga kerak bo'lmagan holatda. Ha, endi joy qoldirib kesyapsiz. Yerda endi butoq qoldirishdan maqsad bu joyda yana bir yangi novdalarni olishimiz kerak bo'ladi. 90 sm qilib turib Kesamiz. kesib olib telasak bo'ladi. Bir-birini quvadigan shoxlar pastdan voz kechamiz. Bu MM106 ga emas, urug' ko'chatga qilingan. Bu uzoq yillar davomida yashaydi. Barcha mevali daraxtlarning o'rta qismiga hamma joyiga quyosh tegishini hisobini olishimiz kerak. Quyoshning chiqishiga, botishiga ham e'tibor beriladimi? Albatta. Eng birinchi doralash vaqti qachondan boshlanadi va qanaqa dorilar sepiladi? Shu haqida bir qisqacha ma'lumot bersangiz. 70-80% demak kasallikni oldini olgan bo'lamiz. Umuman urug'li mevali daraxtlarni o'g'itlash jarayonlari vaqti va qaysi o'g'itlarni berish kerak? Hammasini xizmat ko'rsatamiz, xudo xohlasa. Demak, bemalol bizga murojaat qilaversangiz bo'ladi. Assalomu alaykum. Ustoz, mana bugun Cho'pon ota massividamiz. Bu olmalarni kesish bo'yicha bir suhbat qilib berasiz. Nasib bo'lsa, bu olmani sorti, yoshi, kesish texnikasi bo'yicha bilimlaringizni o'rtoqlashasiz. Xudo xolasa bugun. Marhamat. Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum. Hurmatli kuzatuvchilar. Fermer buvamizni bog'iga kelgan edik. Yerda asosan shu golden sortli olmalar, golden navli olmalar. Shularni demak kesish jarayonini sal o'rgatib beramiz. Asosan bu bog'da asosiy o'rinda mana shu golden olmasi turadi. Golden delicious deydi. Golden delicious degani endi shirin degani. Golden demak inglizchadan tarjima qilganda shirin pullo degan ma'noni Alloh alam bildiradi. Olmani kelib chiqishi endi asosan G'arbiy Yevropa davlatlaridan kelib chiqqan. Amerika Qo'shma Shtatlarida kashf qilingan. Bayon aka, mana shu osilib qolgan shoxlar qoldirsak meva beradi, lekin nima uchun hozir kesib tashlayapsiz? Shuni bir izohlasangiz. Endi bu osilib qolgan shoxlar agar e'tibor beradigan bo'lsalaringiz, bu yerga endi texnika yurganmi? Texnika yurgan hisobiga mana yerda kesilgan, singan joylari ko'p. Ko'p shoxlar singan mana. Sinib osilib yotibdi-da, balkim hosilini ko'tara olmay singan bo'lishi ham mumkin. O'tgan hosilini. Mana shox singan ekan. Mana shu shox singan, mana singan joyidan pastga qarab kesildi. Olib tashladik. Olib tashlandi. Mana bu o'rtadagi qarab shoxni ham olib tashlaymiz. Endi bu yerga butoq qoldirib kesgan sababi, hozir men boyagi videoda butoq qoldirmay taqib kesish kerak dedim. Endi bizga kerak bo'lmagan holatda. Ha, endi joy qoldirib kesyapsiz. Yerda endi butoq qoldirishdan maqsad bu joyda yana bir yangi novdalarni olishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni hosilli novdalar mana shu yerda, mana faraz qiling, shu yerda olma hosillari bo'lishi kerak kelasi yilda. Qolgan kurtaklardan yana shox berish uchun qoldirdingiz demak. Ha, demak, ba'zi paytda taqab kesiladi, ba'zi paytda holatga qarab joy qoldirib kesilar ekan. Joy qoldirib kesiladi. Tushunarli. Biz yerdan zambirini olib qo'yamiz. Mana buni taqab kesamiz. Buni bizga kerak yo'q. Buni endi taqab kesdik, ha? Taqab kesdik, ana shu boya aytgan joyimda mana shu yerdan kallus paydo bo'ladi. O'z-o'zidan bitish holati bo'ladi. Tagidan chiqqan novdalarni olamiz. Endi mana bu yerga ham kuzatuvga e'tibor berasiz. Mana shu yerdan ham
pastga osilgan shoxni biz olib tashlaymiz. Mana bu yerdan taqab olamiz. Tagidan, ha? Tagidan mana taqab olamiz. O'rtada qolib ketgan shoxlar. O'rtada qolib ketgan shox bor. O'sha shoxni ham mana shu yerdan ozroq qoldirib olamiz. Chunki yonboshga mana bu yerlardan demak nima chiqarish kerak? Mevali shox chiqarish kerak. Demak lider, mana chekka liderda bu. Demak bu 1, 2, 3, 4 liderli bo'layapti. 90 santimetr qilib turib kesamiz. Kesib olib telasak bo'ladi. Taxminan 80-90 santimetrlar bo'ladi. Agar bu ham uzun qolib ketsa, bu ham yotish holatiga o'tib ketadimi, menimcha? Shunday bo'ladi. Demak, mana bu yerda ikkilangan shoxlar bor mana. Bir-birini quvadigan shoxlar. Pastdan voz kechamiz. Bizga mevani sifati Bitta qoldirib muhimroq. kesamiz. Bittasini qoldiramiz, kesamiz. Shunday qilib Bu ham chiroyli holatga keldi, menimcha. Xo'p, Bayon aka, buni iloji boricha qisqaroq qilib kesyapsiz. Buni sababini bir aytsangiz. Sababi endi bu uzun bo'lib ketgan. Mana hozir e'tibor bergan bo'lsalaringiz, uzun bo'lib ketish hisobiga demak buni ertaga terimchilarda ham hisobini olish kerak-da. Terimchilar. Endi mana hozir sxemasini e'tibor berayotgan bo'lsak, oltiga 4 sxemada ekilgan bu. Buning ichiga bemalol texnikalar kirib chiqib yotibdi-da. Texnikalar kirib chiqib yotibdi. Endi bu urug' payvandga qilingan, urug' ko'chatga qilingan meva bu. Bu MM106 ga emas, urug' ko'chatga qilingan. Bu uzoq yillar davomida yashaydi. Uzoq yillar. Hozir endi olmani yarim pakana shu payvandaklarga qilinganlari bu bugungi kunda juda ham ommalashgan, ayniqsa Samarqand viloyatida juda ham keng tarqalgan. Qulayligi bilan, qulayligi jihatidan, tez hosilga kirishi jihatidan juda ham yaxshi. Mana urug' ko'chat deganda shu olmani, yovvoyi olmani yoki olmani urug'ini ekib shu silniy rost deydi, ya'ni kuchli o'suvchi payvandaklar, o'rta o'suvchi payvandaklar va sekin o'suvchi payvandaklar bor. Kuchli, mana shu bog'da turgan olmamiz kuchli o'suvchi payvandaklar hisoblanadi. Kuchli o'suvchi payvandaklar. Demak, kaltaroq qilib chiroyli holatda kesishdan maqsad mevani terib olish ham qulay bo'lishi kerak. Terib olish ham qulay bo'lishi kerak. Ham quyosh, eng asosiysi mana fotosintez jarayoni bo'lishi kerak. Fotosintezda mana shu ichkariga olmani o'rta qismlariga, faqat olma, balkim barcha mevali daraxtlarning o'rta qismiga hamma joyiga quyosh tegishini hisobini olishimiz kerak. Shuning uchun o'rtasi mana ochilib kesildi. E'tibor bergan bo'lsalaringiz, o'rta qismini ochib kesdi. O'rtasi ochilib qoldi. Mana bu ikkita lider shoxni bittasi asosiyga nisbatan qisqaroq qilib kesiladi. Noto'g'ri kesishni oqibatida mana hozir yomg'ir, qor kirish natijasida butoq qoldirib kesilganda bizga masalan shu keraksizmi shox, o'sha shox tagidan agar taqab kesadigan bo'lsak, asosiy shoxda demak kallus degan narsa bor. Kallus paydo bo'ladi. Ya'ni bitalib ketadi. O'z-o'zidan. Agar bu chala kesish oqibatida mana keyingi shoxlarga ham nima qiladi? Zarar beradi. Keyingi shoxlarni ham chirib ketishiga, qurab qolishiga sabab bo'ladi. Eng muhimi mana bu shoxga agar keladigan bo'lsa, butun bir boshli demak mevali shoxdan biz ajratib qolishimiz. Ona shoxdan, ha? Ona shoxdan. Katta kichik bog'larga yoki hovlisi katta joylarga mana shu olmalarni ekishda ekish sxemasi, uzunligi yoki qator oraliqlarni sistema tartibi quyoshda chiqishiga, botishiga ham e'tibor beriladimi? Albatta. Albatta e'tibor beriladi. Demak, quyosh sharqdan chiqadi va g'arbga botadi. Demak, quyosh chiqadigan taraf va botadigan tarafga qarab o'sha qator orasi bor, tub orasi bor. Qator orasi quyosh chiqadigan va botadigan tarafga qaragan bo'lishi kerak. Mana hozir biz bog'da turibmiz. Mana shu bog'da qator orasiga qarab turish kerak. Demak, quyosh chiqadigan taraf qator boshida bo'lsa,
quyosh botadigan taraf qator oxirida deb faraz qilamiz. Bayon aka, hozir mana ko'p dorilar sepiladi, kasalliklarga ta'sir qilmaydi. Umuman olmani eng birinchi doralash vaqti qachondan boshlanadi va qanaqa dorilar sepiladi? Shu haqida bir qisqacha ma'lumot bersangiz. Xo'p, o'zi bog'bonlar, ya'ni daraxt ekuvchilar, daraxt bilan shug'ullanuvchilar yil 12 oy bu ish bilan shug'ullanadi. Ya'ni bu umumiy ma'noda agrotexnik qoidalar deyiladi. Uni ichiga endi doralash kiradi, o'g'itlash kiradi, kesish ishlari kiradi, profilaktik choralar kiradi, qarshi kurash choralar kiradi. Ular uyg'unlashgan himoya deyiladi. Endi o'simliklar himoyasida uyg'unlashgan himoya deb gapiramiz biz ularni. Bularning ichida biologik qarshi kurashlar bor va kimyoviy qarshi kurashlar bor. Bugungi kunda daraxtlarga qarshi kurashni birinchi eng avvalgi nimasi tinim davridan boshlanadi. Tinim davridan vegetatsiya davrigacha bo'lgan nuqtaga qarab, endi holatga qarab, mevani turiga qarab kasalliklar ham tarqaladi. Kasalliklarning asosiy turi O'zbekiston sharoitida zamburug'lar tarqatadigan kasallik. Zamburug'lar keltirib chiqaradi. Keyingi o'rinda bakteriyalar va uchinchi o'rinda viruslar. Ularga qarshi kurashning eng zamonaviy usullaridan bugungi kunda hozir kimyoviy preparatlar aytilgan. Biz ota-bobolarimiz ilgaridan qilib kelgan ishlardan bittasi to'tiyoyi deb keladi kitoblarda. To'tiyoyi bugungi kunda kitobiy ilmiy tilda miskuparos deb aytiladi. O'sha miskuparosni demak turli xil ohak bilan aralashmasi bordoz suyuqligi deyiladi yoki o'zini qishki tinim davrlarida 1%, 1,5%, 3-5% gacha bo'lgan demak suvda eritgan ishchi eritma holatida daraxtlarga purkaladi. Bu zamburug' kasalliklarini profilaktik jihatdan 70-80% demak kasallikni oldini olgan bo'lamiz. Bayon aka, mana shu olma, umuman urug'li mevali daraxtlarni o'g'itlash jarayonlari vaqti va qaysi o'g'itlarni berish kerak? Demak, umumiy ko'p yillik o'simliklarga, xususan daraxtlarga, mevali daraxtlarni o'g'itlash mavsumi asosan kuzda va erta bahorda amalga oshiriladi va qo'shimcha oziqlantirish maqsadida yozda ham oziqlantirsa bo'ladi. Endi biz o'g'itlashni ikkita turga bo'lib o'rganamiz. Birinchisi organik o'g'itlar, chirindilar. Ikkinchisi mineral o'g'itlar. Organik o'g'itlarni asosan shu kuzda tuproq ostiga beriladi. Demak, chirish jarayonini tezlashish uchun. Ikkinchisi demak mineral o'g'itlar. Bular uchga bo'linadi. Azotli, fosforli va kaliyli asosan. Fosforli va kaliyli o'g'itlarda iloji boricha kuzda 70%ni kuzda bergan yaxshiroq. Tuproq ostiga bergan yaxshiroq. Qayerga beramiz desak, mana shu olma daraxti bo'ladigan bo'lsa, olma daraxtini hosiliga qaraymiz. O'g'itlashning eng oson yo'li shuki, mana xalqimiz ham oddiy xalqimiz ham buni bilib olishi kerak. Qancha beramiz, qayerga beramiz deb yuradida shunaqa savollar bo'ladi. Olingan hosilga qarab beriladi. Olingan hosil masalan mana shu olmadan 100 kilogramm yoki 50 kilogramm hosil bo'ladigan bo'lsa, demak hosil bilan olib chiqib ketadigan o'g'itga qarab beriladi. Qayerga beriladi desa, shu 80 sm uzoqlikka suv yuradigan joydan beriladi. Iloji boricha ko'mib bersak yaxshiroq. Kaliyli o'g'it bilan fosforli o'g'itni ko'mib bergan afzal. Azotli o'g'itlarni bo'lib beriladi. Qachon beriladi desa, azotli o'g'itlar daraxtning o'sish kuchiga qarab beriladi. Agar o'sishdan orqaga qolgan daraxtlar bo'lsa, zaif daraxtlar bo'lsa, bularga azotni bo'lib demak o'sha kuzda emas, balkim erta bahordan boshlab yozning ikkinchi yarmiga qarab bo'lib bersa bo'ladi. Masalan, boshqa Jomboyga yaqin tumanlarda biz demak daraxtlarni barcha turini, mevali, urug'li, danakli, buta daraxtlar ham bor, uning ichida uzumlar bor, xomtok, yertok, farqi yo'q. Uni masalan hammasini xizmat ko'rsatamiz, xudo xohlasa. Demak, bemalol bizga murojaat qilaversangiz bo'ladi.